Do'stlar, mana shu YouTube kanalimizni o'zimizni shaxsiy kanalimiz bo'ladi. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ha, O'zbekiston o'yinini qayerda ko'ramiz? Ha, biznikida ko'ramiz. Arslon o'g'lim katta televizor olib bergan. Assalomu alaykum Abduhoshim amaki. Dadajon, to'xtab turing. Ya jonim bolam, naqama charchab qolasan bolam. Dada, bitta sizni xizmatingizni qilolmasam, nima qilib yashab yuribman bu hayotda, dada? Tilingiz kuyib qolsa, men butun umr o'zimni kechira olmayman, dada. Rahmat jonim bolam. Iching, dada. Kulib tursiz bo'ldi, dunyosini so'qib yuboraman. Mana mehr. Butunidan olib ber. Charchab qolaman-da. Jonim bolam. Ko'p ish qilib urilib qolasan, jonim bolam. Bir daqiqa e'tiborlaring qaratinglar. Dada jonim keldi. Arslon o'g'lim, issiqda chanqagansan deb Achakovadan Mojito Fresh olib keldim. Hamma ta'midan bor. Xohlaganingni tanlab ich. Faqat o'zing ich bolam. Yo'q dada. Bu dunyoda eng yaxshilariga faqat siz loyiqsiz. Achakovadan Mojito Freshni o'zingiz iching, dada. Rahmat jonim bolam. Arslon o'g'lim, hech bo'lmasa mana shu zontni boshingga tutib issiq o'tib qoladi jonim bolam. Dadajon, bu issiqda siz soyabonsiz ketsangiz, o'g'il degan nomni men qanaqa yelkamda ko'tarib yuraman? Rahmat o'g'lim, rahmat. Ana ko'rdingmi? Bitta ham otangga shunday qilmaysan, bitta ham. Otasiga soyabon olib kelibdi. Yo dada, nabarot dadasi soyabon olib keldi. Bu dadasi soyabon bergani yo'q. Sen shunaqa gapimni ayb qidirib o'tirib, ha? Ya ayb qidirganim yo'q, rostini aytyapman dada. Gap qaytaryapsan? Ye, qani gap qaytargani? Sen hali ozgina kuchdan qolsang urasan ama? Dada nima uraman sizda? O'sha hozir urmoqchi, ke. Ke. Ro'shnolik ko'rmadim sendan. Biror marta ro'shnolik ko'rmadim. Dada bo'ldi qilasizmi? Dada dema meni, dada dema. Xo'p, g'ani aka bo'ldi qilasizmi? Men seni akang bo'lib qoldim. Qachon odam bo'lasan? Nima qilib berding menga? Siz nima qilib berdingiz menga? Voy bola, g'ani. Obbo, shu bemeholda chiqadi qo'shnidan ham. Ke bo'pti. Arslon o'g'lim, sen bilan faxrlanaman jonim bolam. Ha, dada. Dada, siz bilasizmi, turib o'zimga havasim kelib ketadi. Agar men boshqa odamning farzandi bo'lganimda, yo'q, men o'zim dadam bor deb sizni oqtarib topardim, dada. Rahmat Arslon o'g'lim. Ke mehrga zor. Qo'shnilar oldiga to'xta, zo'r vaziyat. Arslon o'g'lim, charchab qolasan, yo'qma jonim bolam. Yo'q, dada, siz meni yoshligimda yelkangizga ko'tarib katta qilgansiz. Siz yelkangizga ko'tarib, men chiqing dada yelkamga. Qo'y bolam. Yo, chiqing. Nechunasiz dada, og'irmasmi? Ko'taringni qarab tur, ko'tar. Bekor aytdim, bekor aytib qo'ydim. Ket chiqing dada. Dada, shu ketishda Meksikaga olib ketaman, O'zbekiston Portugaliya o'yiniga olib chiqaman, dada. Jonim bolam qiynalib qolasan. Kirish shu uyga qaytadi dada. Qodirov, tabriklayman. Nima bo'ldi? O'g'il. O'g'il. Yes. O'g'limni marketolog qilaman. Nima bo'ldi? Tushib ketdimi? Ha, tushib ketib qoldi. Hech narsa qilmaydi. Savdo juda ham past. Hamma umid o'sha marketologdan. Menimcha uddalaydi. Ko'ryapsiz, odam yo'q, bankrotdamiz. Nimadir qilib bermasangiz bo'lmaydi. Bu yerda isrofgarchilik to'layotibdi. Men hammasini iziga tushirib, savdoingizni oshirib beraman. Aniqmi? Ana, menga ishoning. Xaridorlar kim bor? Aka tinchlikmi? Nima bu? Aralashmang. O'zi ikki siq shashli aytgan, mana ikki siq shashli berdim. Men marketologman, men ishimga aralashmang. Boring. Bo'lsa o'z ishlang. Aka, gapingizga javob bera olasizmi? Men mujikmisiz mana. Ikki siq shashli degansiz, to'g'rimi? Men shu so'ragandim. Bir kim qo'ydi? Uzr, aka, qo'ying, yeydi. Siz men qilyapman hammasini. Marketolog ishiga aralashmang, bo'ldi. Qarang, salatchilar, bodring, pomidor to'rg'agani vaqt ketadimi? Va o'sha vaqt tejab qolyapman. Qarabsizki, bir kunda 15 soat ishlatsa, 14 soat vaqt tejalyapti. A 1 soat ishi. Qolgan 1 soatida obed qilishadi. Bo'ladigan narsami o'zi? Zo'r, menga ishoning. Siz ham yeyvering, ishlab o'zingizdan kimnidir yasamasdan. Marketing o'ylab topganman, endi kelgan har bitta muncha sovg'a bilan qaytadi. Xo'sh, sizda nima ekan? Lalaku. Yo'q, lalaku chiqmaysiz. Tillo soat yutib oldingiz, mana, tillo soat. Xo'sh, sizda nima ekan, qani? Lalaku? Yo, sizga ham lalaku chiqmaysiz. Televizor yutib, televizor beringlar. Endi lalaku bor, nimaga lalaku bermayapsiz? Yo, lalakuni o'zim olib ketaman, niyat qilib qo'ydim deb. Yaxshi-da bu. Zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqariladi. Yumshoq bolaga botmaydi. Shuni men olib ketay. Bu ham marketingmi? Yo, uyda tagli tuga qolibdi.
ichkariga sekin-sekin. Ko'ramiz, ha? Yaxshi. Joy bu to'lda. Bu tomonda ham joylar, bu tomonga o'tishlar ham bo'ladi. Ha, o'ting. Munchodan qattiq topdi-ne? Qanaqa berishdi bu natijaga? Endi marketing o'zining sirlari bor. Aytmayman. Aytchi. Qarang, sizlarda bir porsiya osh 40 ming so'm. Da, da, Hisoblashda juda ham qimmat. O'shani 3700 so'm qilib qo'ydim, bo'ldi. Sen jinnimisan sen? Sen men bankrot qilasan. Sen menga foyda olib kelaman degansan. Yo'q, adashtirmang. Men sizga savdoda ko'tarib beraman deganman. Eslang. Hammasini iz-iziga tushirib, savdoyingizni oshirib beraman deyapman. Eshityapsiz? Savdo, boshqa boy qilib yuboraman demayapman. Rost savdoda oshiraman deyapman. Ana ko'rdingizmi?